Assalamu alaykum, hörmətli televizor көрgüçiler. Yaxşımsızlar. Dünya Uyghur Qurultayı Tor televiziyasının günlük xəbərlər proqramısına xoş gəldinglar. Mən İftixar Abdurşid. Cümə gününlərə mübarək bolsun. Hörmətli görürmənlər, tövəndə diqqətinizlər günlük xəbərlər proqramımızın təfsilatı bolsun. Dünya Uyghur Qurultayı 23 yanvar günü Xitayning kishilik huquq xotirasi umumyuzlik ko'zdan kechirildigan BDT kishilik huquq kengashi yer shari xarakterli qarorlik tekshirish xizmat gruppasining 45 navbatlik yig'ini jarayonida axborot e'lon qilish, rasm ko'rgazmasi va namoyish o'tkazish qatorliq usullardan foydalanib, Xitoyning jinoiy qilmishlarini va ko'zbo'yamchiligini fosh qilishga tayyorlik qilayotgan bir paytda 17 yanvar kuni Amerika Kengash palatasidan Marco Rubio, Tim Kaine, Jeff Merkley va Marsha Blackburn qatorliq a'zolari Amerika Tashqi ishlar ministri Antony Blinkenga birlashma imzoliq maktub yo'llab, bu qatim BDT'da o'tkazilgan yig'inda Blinkendan Xitoy hukumatining Uyg'urlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligi va insoniyat qarshi jinoyatini alayda tilga ilishni talab qildi. Kengash palata a'zolarining mazkur xatida Uyg'urlar va Sharq Turkistondagi boshqa musulmon xalqlarga yurgizilayotgan irqiy qirg'inchilik ham insoniyat qarshi jinoyatning hilam davom qilayotganligi eskartilgan. Onun diyene neçe milyonlagan Uyg'urning hilam lagerlarda tutib turilayotganligi, majburiy emgak silinayotganligi, diniy e'tiqodining dafsan qilinayotganligi va rayondagi madaniyat iznalarining yo'qotilish xavfiga duch kelayotganligi bayon qilingan. Ular xitida yana Antony Blinkendan 4 yilda bir qatim keldigan bu qarorlik baholash fursatini ching tutib, Xitoy hukumatidan professor Raila Davud, Gulshan Abbas, Ilham To'xti, Mehmet Abdullah qatorliqlarni, shundaqla Amerikadagi Mehmetjon Juma, Bekram Sintash ve adalet sabitlarının aile tavabatlarının meselesini kötürüp çıkışını talep kılgan. Yuqorqi Kengash palata a'zolari Tashqi ishlar ministri Antony Blinkenga yozgan xatida Xitoy hukumatining o'z qo'l qo'ygan xalqaro ahdnomalarga qayt xiloflik qilayotganligini, agar Xitoy hukumatining ta'sirining kengayishiga yo'l qo'yilgan taqdirda xatarlik oqibat kelib chiqadiganligini eskartgan. Kengash palata a'zolari xatida Xitoy hukumatining Amerika fuqarolari, Tibetlar va Hong Kongliklarga tutayotgan muomalasini tilga ilib o'tgan. BDT kishilik huquq kengashi yer shari xarakterli qarorlik tekshirish xizmat gruppasining bu yil 1-oyning 22 kunidan 2-oyning 2 kunigacha Janvada chaqirilgan 45 navbatlik yig'ini jarayonida Xitoyning kishilik huquq vaziyati umumyuzlik ko'zdan kechirildi. Xitoy hukumati bu o'tkaldan ustuqlik bilan o'tib olish uchun BDT kishilik huquq oliy komissarlik ishxonasiga doklad yo'llash va tashqi jihatda keng ko'lamli ta'tir tashviqotni qanot yedirish orqali o'zining Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchiligi va insoniyat qarshi jinoyatlarni yo'q chiqarishga, shundaqli keng ko'lamli ta'tir tashviqot orqali o'zini aqlashga uringan. Uchurlardan ma'lum bo'lishicha, Xitoy hukumati o'zining Uyg'ur xalqi ustidan yurgizayotgan umumyuzlik irqiy qirg'inchilikni aqlash uchun bu navbatlik BDT yig'iniga Xitoyning yuqori darajalik amaldorlari, qo'rchoq amaldorlar va soxta guvohchilarni o'z ichiga olgan zo'r bir vakillar o'migini qatnashtirishga tayyorlanmoqda. BDTning bu navbatlik halqалық yig'inidan bir qancha oy burunla Dünya Uyghur Qurultayı BDT kishilik huquq kengashiga Xitoyning Sharq Turkistonda Uyg'urlarni asos qilgan Turkiya xalqlariga yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligi ve insoniyat qarshi jinoyatlari tafsili bayon qilingan 25 moddalik doklad sunab, BDT kishilik huquq kengashi yer shari xarakterli qarorlik tekshirish xizmat gruppasidan yig'in jarayonida Sharq Turkistonda ilib berayotgan jinoiy qilmishlar uchun Xitoydan hisob so'rashni talab qilgan edi. Dünya Uyghur Qurultayining tashabbusi bilan 23 yanvar kuni Janvadagi BDT binosining oldida Uyg'ur va Tibetliklarning shundaqla bir qism kishilik huquq tashkilotlarining vakillarining qatnashishida Xitoyning irqiy qirg'inchiligiga qarshi birlashma namoyish o'tkaziladi. Qurultayning bu vaqtdagi chaqiriqnomasida mundaq deb ko'rsatilgan. Yevropaning har qaysi ellarida, bo'libmi Shveysariyaga qo'shni bo'lgan ellarda yashayotgan qarindoshlarimizning vatanda jiddiy irqiy qirg'inchilikqa duchor bo'layotgan aziz xalqimizning turmalarda, jazo lagerlarida, majburiy emgak maydonlarida jon bergan aziz shahidlarimizning ishki a'zolari so'kib ilinib, xalqaro organ bozorlarida halol a'zo deb oshkor setilayotgan egichoqsiz sonsizlagan xalqimizning haqqi hurmati uchun bir kunlik qimmatli vaqtini sarf qilib 23 yanvar kuni attiganda BDT binosining oldidagi maydonga kelib to'planishni orzu qilamiz. Pichoq so'ngakka yetdi. Mardni maydonda sinaydigan payt keldi. 23 yanvar jaranglik shuarlarimiz bilan milliy irodamizni va Xitoyga bo'lgan g'azab nafratimizni namoyon qilaylik. Uyg'ur majburiy emkiga qarshi turish uchun tinimsiz xizmat qilayotgan Javhar Ilhom 2024-yillik erkinlik tashabbusi mukofotiga loyiq ko'rilgan. Bu mukofot xalqarodagi qul emkiga qarshi turish xizmatlaridagi nopozliq tashkilotlarning biri bo'lgan Erkinlik birlashmasi tashkiloti tomonidan ta'sis qilingan. Ular mukofot haqidagi uqtirishida Javhar Ilhomning xizmatlariga yuqori baho berib mundaq degan. Javhar Ilhomning Uyg'urlarning majburiy emkini tugitish yo'lida bo'shashmay ko'rsatgan tirishchanligi aslida Xitoyda bo'lginchilik jinoyati bilan ayblanib muddatsiz qamoq jazosiga hukm qilingan dadasi
Uyg'ur olimi İlham To'xti uchun qilgan faoliyati bilan boshlangan. Gerçi Javhar dadisini qutqizish maqsadida yetelmagan bo'lsa-mu, ammo uning majbur emgak masalasi haqidagi xizmatlari Xitoy hukumatiga besim paydo qildi. Erkinlik birlashmasi tashkiloti uqtirishida yana mundaq degan: Javhar İlhamning murakkab va keng ko'lamli Uyg'ur majbur emgak sistemasi haqida tayyorlagan yuqori saviyali dokladlari va faoliyatchiligi xalqarada Uyg'ur majbur emgaki bilan bulg'angan mahsulotlarning import qilinishining oldini olishda yana qattiq tadbirlarning chiqarilishiga turtki bo'ldi. Javhar İlham 1994-yili 7-oyning 1-kuni Beijingda tug'ilgan bo'lib, boshlang'ich, to'liqsiz va to'liq o'rta maktablarni Beijingda o'qigan. U 2013-yili dadisi İlham To'xtining aerodromda tutqun qilinishi bilan yolg'iz Amerikaga kelgandan buyon to'xtamay tirishib, Amerikadagi Indiana universitetini 2019-yili siyosiy fanlar, Yaqin Sharq madaniyat va til tadqiqoti va Markaziy Yevroosiyo tadqiqot bo'yicha bir vaqtda bakalavrlik unvoni bilan bitirgan. Javhar İlham 2020-yildan boshlab Markaziy Washingtondagi ishchilar huquq birlashmasida xizmatga boshlagan. O o'zining faoliyatlari bilan Uyg'urlarning chet ellardagi kuchli ovoz bo'lib qolgan edi. Javhar İlham bu mukofot haqida X yozgan inkasida o'zining o'tgan 10 yil mobaynida dadisi İlham To'xtiga vakolatan nurg'un mukofotlarni qabul qilganligini, ammo bu mukofotning tunji qitim o'zining xizmati uchun berilgan mukofotligini aytib, yuqoridagi organga tashakkurini bildirgan. Amerika Uyg'ur birlashmasi raisi Elfidar Iltabir 18 yanvar Amerika Davlat bexatarlik idorasining odam bedikchiligiga qarshi turish markazida o'tkazilgan Xitoy hokimiyatining Uyg'urlar qaratgan qirg'inchilik siyosati va Uyg'ur majburiy emgaki orqali Uyg'urlar qilayotgan bostirim siyosatlar haqidagi suhbatda qatnashib qilgan so'zida Amerika prezidenti Joe Biden 2021-yili 23 dekabr imzo qo'ygan Uyg'ur majburiy emgakining oldini olish qonunining 2022-yili 6-oyning 21-kunidan boshlab Amerika tamojna va chegara qo'g'dash tarmoqlari tomonidan rasmiy ijro qilinishga boshlagandan buyon Uyg'ur majburiy emgaki chetishli mahsulotlarning Amerika bozorlariga eqib kirishining ma'lum darajada cheklanganligidan mamnunlik tuyganligini ifoda qilish bilan birga Amerika savdo sohasining Uyg'ur majburiy emgakining oldini olish qonunining ijro qilinishiga yaqindan moslashib berishining to'liq zarurligini ta'kidladi. Elfidar xonim so'zida yana Xitoy hokimiyatining Uyg'urlar qaratgan irqiy qirg'inchiligining hozirma ham shiddat bilan davom qilayotganligini, jazo lagerlari va majbur emgak maydonlarining hozirma ham burunqidekla mavjud bo'lib turayotganligini, ko'plagan Uyg'ur sarxillarining hali ham turma va lagerlarga qamilib azob chekayotganligini eskartib o'tish bilan birga, Xitoyning bu xil jinoiy qilmishlarini to'sib qilish uchun Amerika hukumatining Xitoyga qarshi yanada jiddiy va unumli embargo va jazo tadbirlarini yo'l qo'yishning ta'xirsizligini alohida ta'kidlab o'tdi. Amerika moda kiyim sohasi diqqatini Uyg'ur majbur emgak mahsulotlariga markazlashtirib, bu xil mahsulotlarni cheklashda Amerika hukumati bilan davomli hamkorlashadiganligi va uning bilan o'rtaq harakat qiladiganligini bildirgan. Amerikadagi moda pasoni to'rining 15 yanvar bergan xabarda qayd qilinishicha, Amerika moda kiyim sohasidagi mas'ul kishilar Amerika Davlat Majlisi tarmoq komitetining andishlariga qarta o'zlarining moda kiyim sohasidagi qonunliq tijoratni to'xtatmaslik asosida diqqat nuqtasini Uyg'ur majbur emgaki elib kelayotgan yuqori darajada xavfli savdolarga markazlashtiradiganligini aytgan. Amerika moda kiyim sanoati jamiyatining raisi Julia Hughes moda pasoni to'g'rida qilgan so'zida Avam palatasining tarmoq komiteti va Davlat Majlisi Uyg'ur majburiy emgakining oldini olish qonunining nishonliq va unumli bo'lishiga kafolatlik qilishni umid qilganligi, holbuki moda kiyim sohasining ta'minlash zanjiridagi majburiy emgakka xotim berishda qat'iy ekanligini bildirgan. Uning ta'kidlashicha, moda kiyim sohasi aloqador organlar bilan davomli hamkorlashib, ochiq oshkorlikni yuqori ko'tarish, nishon tixim aniq bo'lish, o'rtaq harakat qilish, qonunliq tijoratni to'xtatmaslik asosida diqqatni yuqori darajada xavfli savdolarga markazlashtirdi ekan. Moda pasoni to'rining xabarda qayd qilinishicha, Amerika kiyim-kechak va oyoq kiyim jamiyatining muavin raisi Nate Herman uning a'zolarining majbur emgakka yo'l qo'ymaydiganligi, ularning mahsulotlarga qarata iz qo'g'lash, yangi texnika va boshqa vositalarni ishlatib, ta'minlash zanjiridagi majbur emgak mahsulotlarini bayqash va tugatish tadbirlarini uzluksiz kuchaytirganligini aytgan. U mundaq degan: "A'zolarimiz majbur emgak yo'l qo'ymaydi. Ular ta'minlash zanjiridagi majbur emgakni azaytish, yiltizdan yo'qotish va oldini olish uchun davomli tirishidi." Hurmatli ko'rmanlar, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarlar programmamizning tafsilotini sundik. Keng qitimliq sonimizgacha ko'rishkish omon bo'lgaysizlar. Stansiyamizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.